kechasi soat 10 ga birinchini yozib marketga kelsalar qilamiz deb siz kelganlar shu yerda qilish kerakmidi? Yo'q, bunday qilish kerak. Ha? Tinchlikmi? Facebookdan kino ko'rishyapti. Men sizga nima deyman? Allo. Приложение emas, Google'dan yozadi. Google'ga e-jarima.uz. Google'ga yozadi. Aka, saqlanib bera olasizmi? Загрузка работает. Bo'ling, bajaring uchun. Давай. Hozir ishim. Ismingizda boshqacha yozaymi? Yo'q, tursin o'zgartiring. Shak deb qo'ying. Qachon bo'ladi? Biz bitirganmiz, nechta navbat qilamiz? 73 ta. Bir yillik emas, 6 oylik. Yana 6 oy yana kuchi qo'shiladi. Tagi. Siz Wi-Fi olmay ishlamayapti. Hamma ularga ishlayapti. Allo. Assalomu alaykum. Qolayapsiz? Qachonayapsiz? Главный yo'ldan keladi. Osiyo bozorida 8 ham bo'ladi, yo'li sal to'g'ri. Yaqinroq bo'lishi mumkin. To'g'ridan yuravering aka, mana bu Otanqo'rg'on biz uygacha kelasiz-ku, Qashqarga kelasiz, Qavorotda. O'sha Toshkentga yurgan to'g'ri kelavering, faqat ana ayrida chapga burib ketib Toshkentga qarab ketmasdan to'g'ri ketadi. To'g'ri ketaveradi, o'zimning ayri chiqadi-ku, Abdalni qovun bozori bilan suv bosgan joylar, qovun bozori bor bilsangiz. U yerdan ayri bor, chap tarafdan yursangiz Toshkentga qarab ketadi, o'ng tarafdan yursangiz to'g'ri Guliston o'tib ketadi. Hozir lokasiya tashib qo'yaman aka. Ha, shu